Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 89-soniga xush keldinglar. Bugun biz mustaqillik rayimizga chaqiriq degan temada hukumatimizning Tashqi ishlar ministri Salih Xudayar efendimni bu programmamizga taklif qildik. Programmamizga xush keldingiz Salih Xudayar efendim. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Bu programmamizningki vaqti uzrab ketdi. Bu sababdan men ko'rmanlardan özür so'rayman. Ushbu programmamiz insonlarimiz bilan fikr tafakkurimizda faxrlanish hosil qila olsa, qilayotgan xizmatimiz arziydi ekan deb rozi bo'lamiz. Xuddi Sayfulloh Hoji efendim Aqsaray oldida oy yulduzliq ko'k bayrog'imizni ko'tarib, barliq qiyinchiliklarni yengib, izchil namoyish qilganida insonlarimiz bizdan rozi bo'lgan bo'lsa, biz buningdan chunqur minnatdorligimizni bildiramiz. Chunki mustaqillik irodasi bilan ko'k bayrog'imizni Aqsaray oldida javlon qildirish Sharqiy Turkistonlikning hech biriga ziyon solmaydi. Albatta biz xizmatimizni texmo mukammal qilishga tirishamiz. Asli yakshanba kuni bu programmamiz qoida bo'yicha 12 ga ilib berilishi kerak edi, ammo Salih Xudayar efendim Tibetla o'rlashtirgan bir faoliyat qatnashishga to'g'ri kelib qilib, bu programmani bugunga yetkazdik. Salih Xudayar izchil bizningki mustaqillik irodamizni hukumatimizga vakolatan bildirib turish uchun har qanday bir imkoniyat bo'lsa, shuning yo'lida tirishchanlik ko'rsatadi. Tunugun qilgan faoliyatingiz to'g'riliq oldi bilan ozroq ma'lumot bergan bo'lsangiz, marhamat. Buludu. Tünügün şu Tibet mustaqilchilari, yani Tibet Yaşlar Kurultayı Atayt'ın bulu köpüncü sasası New York'ta turda emasmi? New York'tan şu Washington'a kelip biri şu Trump efendimninki Xitoy diktatori Xi Jinping bilan ko'rishadigan yig'in oldida Tibet xalqininki bu Xitoyniki Tibetga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatga qarshi turadiganligini va Amerikaninki Tibetning mustaqilligini qo'llashga chaqirishni bilan bular namoyish o'rinlashtirib ekan. Aslida bular nima Aqsarayning oldida namoyish qilg'imiz bati deb imtila qilib, keyin ruxsat olammidik deb Xitoy konsulsining oldida namoyish qilib ekan. Keyin Xitoy konsulsining oldidan Dupantda ko'rishadigan bo'lgan to'qili bilan ular Xitoy konsulining oldidan kelib Dupant nima qilgan. Shu yerda biz yana dedik, bu nima uchun Aqsarayning oldida qilmayapsizlar? Asli bu yerda namoyish qiladigan o'rin shu Aqsarayning oldida bo'lishi kerak desak, u shu biz shu ruxsat olmagan to'q dedi. Men dedim, ruxsat ketmaydi. Bu yerda namoyish qilish ruxsat ketmaydi. Biz necha yilning yazdim qilyapmiz. Biz bir vaqt kelib ruxsatim yo'q ekan deb bizni aytib etgani yo'q. Hech nima qilmaydi deb shuning bilan bulni bekadimda Dupantda pildilab cho'gandek, bog'chil pildilim qilgandan Aqsarayning oldida nima qilishga boshlab keldik. Aqsarayning oldida namoyishimizni shu yerda boshladik bu bilan birlikda. Siz shu yerda Ironlikni namoyish qilyotgan biz bag'a vaqtimizda. Toza biz bo'lmasa biz oldin ala kelib bo'lgandik bu yerga. Biz Tibetlikning ba'zi qismlari yana kelyapti. Shuni saqlash jarayonida bir muncha Ironliklar kelib, uning namoyishini boshladi. Shuning bilan bek nima bo'lib ketdi? Qalam bo'lib ketdi. Ammo biz bu yerda shaxsan men bizningki bayonotimizda yoki nutqimizda bu irqiy qirg'inchilikninki bizningki bu irqiy qirg'inchilikni hal qilish, bu zulmni to'xtatishninki birdan bir yo'li shu mustamlikchilikdan qutulish. Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va ishg'oliyatidan qutulishning birdan bir yo'li shu mustamlikchilikni oyoqlashtirish va Sharq Turkiston va Tibetning mustaqilligini asli keltirish ekanligini. Va shu yerda yana dedimki, agar balki nima videoni ko'rganlar bo'lishi mumkin. Bu yerda Amerika bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilib bo'ldi. Shu bilan biz o'ylab qo'yinglar, agar Roosevelt o'z vaqtida, ayni vaqtda Roosevelt Holocaustni e'tirof qilib bo'lib, atsi
Hitler bilan kurashaman desa, butun dunyo bunun qarshi turdi va Hmm. xalqimi Amerikaniki o'zininki shu prinsiplarga va qadr-qimmatlarga qarshi ekanligini bildirib, bunga qattiq norozi bo'ldirdi. Hmm. Bugungi Roosevelt bilan bugungi Hitlerlar mana shunda ayni ahvol bo'layotdi. Hmm. Gerçi Amerika buni e'tirof qilib qo'ygan irqiy qirg'inchilik bu. Bu kurashish bo'lmaslik kerakdi. Hmm. Xo'p, hamda kurashish bo'ladigan bo'lsa, buningda Xitoyga Xitoyga xushamət qiladigan yoki Xitoyni qo'sh qiladigan ish qilmay, aksicha xuddi Ronald Reaganninki ayni vaqtda Gorbachevga chaqirib, Hmm. Gorbachev matamni chiqvet degandek, Trumpmi Xitoy diktatori Xi Jinpingning ko'zi qarab, Xi Jinping bu irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Sharq Turkiston va Tibetdagi mustamchilik va ishg'oliyatni ayaqlashdi. Bu asr millatlarni yoki davlatlarni qo'yappa, ya'ni ozod qilib qo'yappa deb talab qilish kerak. Deb buni qildik. Buni talab qildik, chaqiriq qildik. Bunimiz zaten biz allaburun xat orqali yetib bo'ldik bularga. Bir necha hafta ilgari shu Aqsaroyga va kopiyalarni shu tashqi ishlar ministrligiga talablarimizni nimalarimizni yetib bo'lgandik. Shunday qilish kerak dedik. Namoyish nayti yaxshi yomon emas bo'ldi desak bo'ldi. Biz bu yerda yolg'iz bu yerlikqa kishilik palanchini qo'yappa yoki anamni qo'yappa yoki bilimini qo'yappa emas, butun mush masalaninki yiltizdan, ya'ni Xitoyning irqiy qirg'inchiligini, mustamlikni va ishg'oliyatini ayolashtirib, bizningki birdan-bir hal qilish choramiz shu davlatlarimizninki mustaqillikni asliga keltirish deb buni namoyish qildik. Masalan, bugun hozir Washington DC'ning bir o'rinlarda shu anamni qo'yappa, dadamni qo'yappa, singlimni qo'yappa, akamni qo'yappa deb da'vatqanlar talabini shuni qilyotdi. Ammo mustaqilchilar mayli bizningki o'zimizningki Sharq Turkiston mustaqilchilari bo'lsin yoki Tibetningki mustaqilchilari bo'lsin, ular shu yiltiz masalani hal qilish. Ya'ni bu bir kishini qo'yib berish yoki qo'yib bermaslik bilan bu ish hal bo'lmaydi. Bizningki birdan-bir yo'l qutulishimiz shu mustaqillik. Rahmat. Tüngün bu faaliyetga qatnaşqaningizning o'zi bizning hukumatimiz yana bir necha yil birlikda qatnashdi va bizningki Ay yıldızlıq kök bayrağımızı Tibetning bayrog'i bilan birlikda lapildatib, javlon qilib, o'zimizning irodasini bildirdik. Hamda buningki ahamiyati biz bu Tibetlar bu xalqarалық sahnada bek burun tonilgan va ko'p ta'sirga ega. Bundaq bir fursatni qo'ldan ketkizib qo'ysak, bizningki da'vo qilishda cho'ng bir fursatni ketkizib qo'ygan bo'lamiz. Biz Tibet bilan izchil aloqa bog'lashimiz, hamkorlik o'rnatishimiz kerak. Buni biz qilib kelyapmiz. Bu qitim bizning programmani kechiktirishga sababmi bu faoliyat muhim deb qaraganimiz uchun. Endi siz degandek, agar bu namoyishni Xitoyningki nimasini oldida qilsa, bu Xitoy Tashkent, Xitoy yaponcha qilib ketdim. Xitoyningki u organning oldida qilsa, u faqat Xitoyga bo'ladi u gap. Uningki boshqalarga ta'siri yo'q. Haq ko'maydi. U bir Amerikadagi Xitoyning konsulxonasi u nima? Bu Washingtondagi nima bir kichik bir bo'lingda u. U boshqa hech kim ko'rmaydi. Sizning bu ishni boshlab berib, Tibetlarga o'zingizning ta'sirini ko'rsatganingiz bek yaxshi bo'ldi. Endi buni hozir Oqsaroyni rimit qilyapti bular. 250 yillik Amerikaning 250 yilligi deb. Bu sababdan Oqsaroyning oldida turadigan yami kam. U yer namoyish qilmoqmi tas. Lekin men xuddi boshda kirish so'zi degandek, Sayfullo Hojim o'zining irodasi bilan ashariklarni ta'sirlantirib, qachon kelsa shu yerda turib namoyish qila oladigan bir holatga o'tdi. Buningga qanchalik tirishchilik ketirganini ashaga berib boqqan odam biladi. U yerga kelib rusumga tushirgan, turadigan odamning jiqliqidan u yerda bir o'rin ilib turib, butun bayroqlarni taqab namoyish qilmoqning o'zi bek bir tas ish. Bizning bayrog'imiz davomli Oqsaroyning oldida lapildab tursa, boshqalar ko'rib tursa, bilib tursa, buning bizga cho'ng ahamiyat bo'ladi. Shunga alohida kirish so'zida
ta'kidlab ketdim. Ondan keyin tunugunki sizlarning qilgan faoliyatning videosini ko'rib, sizning hozir so'zlagan so'zlaringizdanmi siyosatni bilib turib qilish kerak, tushunib turib qilish kerak. Hozir Trump Xitoyga berishning oldidagi vaziyat bo'lgandan keyin shuningga mos holda o'zimizning irodamizni bildirishimiz kerak. Xuddi siz degandek asli qoida bo'yicha bo'lsa, u Xitoyga berish faqat udul kelmaydigan ish edi. Bir irqiy qirg'inchilik qilayotgan bir hukumatga bu yoqdan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan hukumat berib, o suhbatlashishning o'rni yo'q edi. Lekin vaziyat mushta ketayotgani uchun biz shunga mos holda ish qilishimiz kerak. Hamda halqiliq masalaga kelaylik. Bu qatim hukumatimiz tarafidan UNga sunilgan. Ya'ni UN deb oldik, bu BDT'ninki inglizcha qisqartirilmasi. Yani UN deb ilishimizga sabab hamda United Nation deb boshqalarning esiga yaxshiroq kelsin deb sunilgan arznoma ustida tafsiliy to'xtalib o'tgan bo'lsangiz, hamda mustamlikchilikka qarshi turish komitetiga sunilgan bu arz mohiyat jihatdan burundan boshqa Uyg'ur tashkilotlari UNda ilib berayotgan faoliyatlar bilan farqlanadi. Marhamat. Albatta farqlanadi. Chunki biz shu kishilik huquq ramkasida da'vo qilsak, shu ya'ni shu Xitoyninki ichki ishlar ramkasining ostida da'vo qilgan bo'lamiz. Shu chunki har qanday davlatninki kishilik huquq masalalari bo'ladi emasmi? Xitoyma doim deydi-ku. Sening kishilik huquq masalalaring bor, bu mening ichki ishimga aralashish huquqim yo'q deb. Shuning bilan da'vo shu xalq ko'chida ketavergan gap. Shu da'vo qilib biz shu kishilik huquq da'vosiningki ramkasida da'vo qilib, ya bizga bir ahamiyat bo'lmagan, bo'lmasa ko'rsatib qo'yinglar. Palonchi manda ahamiyat bo'ldi, manda natijalar keldi deb. Masalan, bu mustaqillik davosidan voz kechib kishilik huquq da'vosi qilayotganga qancha yil bo'ldi? 2004 qurildi shu 20 necha yil ichida manda yaxshi ahamiyat keldi Sharq Turkiston xalqiga deb ko'rsatib qo'yinglar. Xitoy mustamlikchilari o kadar ko'payib ketdi Sharq Turkistonda. Sharq Turkiston degan gapmi xalqaroniki nazardan chiqib ketdi. Xitoy irqiy qirg'inchilikni rahat epiryotdi. Mana 12 yilning yozi irqiy qirg'inchilikni bitkizib, shu oldimizdagi 5-oyning 23-sida 13-yilga kirdi. Ya'ni bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatib boshlanib qolgani yo'q. Buningki bizmi agar buni ayni vaqtida tuzukroq bilgan bo'lsak, buni burun qilishimiz kerak edi. Ammo bizningki boshqalarnikidek o kadar ko'p ziyolilari, o'qish odamlarimiz bo'lmaganligi uchun shunda deydi ya bizni kamsitib, ziyolilaring yo'q, o'qigan odamlaring yo'q, bilimdonlaring yo'q, maslahatchilaring yo'q, anda nimang yo'q, manda nimang yo'q deb. Bizniki bo'lmagan bilan mana biz qildik. Bu balni nima qilmadi? Agar bular eg'izda deb qo'ydi-ku biz kishilik nima o'z taqdirini belgilash yo'lda menyapmiz. Agar o'z taqdirini belgilash yo'lda mangan bo'lsang, birinchi bo'lib shuni qilishing kerak. Chunki shu o'z taqdirini belgilashning yo'liniki birinchi nimasi shu BDTninki mustamlikini oyoqlashtirish komitetiga rasmiy arz sunish. Ya'ni bizning masalamizni, mana bizningki o'z taqdirimizni o'z belgilash haqqimizni dafsanda qilyapti. Ba'ni igichib deb. O'zingizning qonunlaringni, BDTning qonunlarini, ahdnomalarini va mustamlikini oyoqlashtirish ahdnomlarini ijro qil deb chaqiriq qilish kerakdi. Arzni qilish kerak. Ammo qilmadi. Chunki qildimidi. Qildug'izmidi. Chunki kim qildug'izmaydi? Xitoy qildug'izmaydi. Chunki masala nima? 96-yilda Xitoy nima deb keldi? 7-nomerlik dokladda. Ko'p sonliqni, ya'ni chet eldagi barliq da'vogarlarning ko'p sonliqini o'zining tarafiga, ya'ni Xitoyning tarafiga moyil qilib, oz sonliq atalmish bo'lginchilikni, ya'ni mustaqillikdan voz kechmaydiganlarni urib, yetim qoldirib, yo'qotish kerak. Va har turli yo'llardan foydalanib Sharq Turkiston masalasining xalqaralashib qilishini oldin elish kerak deydi-ku. Buni ijro qilyapti Xitoy. Ko'ryapmiz.
Eng tipik misali masalan hazır bunundan bu 70 yılının yazı, 76 yılının yazı siyasi jihatdan eng çoğun bir iş kıldık desek, biz bu yerda hükümetni nim kılıp mavatımız. Hı. Muşu eng çoğun işimiz hazır. Bizniki siyasi jihatdan eng çoğun kılıngan iş halkaraga, BDT'ga özününki şu mustamlikini ayaklaştırış komitetine resmi bir talep nima iltimas qilish. Hı. Bakkanı yok. Çünkü bunu bakmaganlıkның sebebi çünkü malum chet ellikler bizden soğudu. Hı. Özüňni mustaqilçi deydi ekensizler. Mustaqillik davasını deydi ekensizler. Pat nimeňilde mustamlikka karşı turuşumuz gerek, mustaqillikimizni ısır keltirişimiz deydi ekensizler. Amma hiçbir vaqt sizler BDT'ninki nimsiga arz sunmapsizlar. Bu qanday gap? Mustamlikni ayaklaştırış nimisiga nima üçün arz sunmadinglar? Bununki nimisi yok. Birinci nimisi muş buluş gerek. Eğer hakikaten mustaqillik üçün kurash qilayotgan bolsanglar, birinci mesele muş buluş gerekti. Hı. Dep bizga nim qilgandiki men hayron qoldim shaxsan. Çünkü men bu o kadar tuzuk bilmaydi ekanman buni. Biraz gapni desam. Eğer bilgan bolsam burun qilatdik buni. Ikkinchidan men o'ylab qoldim ki bu başqa atalmış da'vogarlar bor ya. Voy BDT'de anı qiyğılı bolmaydı, mani qiyğılı bolmaydı. Hatta ötkende BDT'de bağınımızda nimide şu muşulunki maslahatçısı var bir Türk. Gelip bir yerda Şarkı Türkistan desen bolmaydı. Dep bana maslahatçı vermekçi bolgan diye. Şu Türkiye muşulunki. Muşunda ahval boldu. Şunun bilen biz bunu ikkinchi ay atrofida, ikkinchi ayninki oxir atroflarida shu ma'lum birisi shunda nim qilgandan keyin biz buni 3 ayning yozi shu nima shu nimani shu arzni desak bo'ldi. Tafsili xalqaro qonun o'lcham bo'yicha yezib chiqdik. 25 bet bo'ldi. Ya'ni Xitoyninki hech bir yerdan bizga putaq topolmaydi. Xalqarami bu nimami bizga bu yerdan sen buni qabul qilmaydiq yoki bu nima senlar nima emaskansizlar. Ya'ni o'zingni boshqarolmaydigan territoriya, o'zingga hukm qilib, o'zingni boshqarayotgan bir territoriya emaskansizlar demaydi. Ya'ni nima reklamlaydigan şekilde. Çünkü biz qarab baktık bu komitetninki özününki nimelerge, qaidelerge, xalqaro qaidelerge ve Xitoyninki davamlılık nim qiladigan nimasi shu-ku. Biri nima? Bu mening ichki ishim deydi. Bu öz taqdirini öz belgilash va mustamlikni ayaqlashtirish masalasi kishilik ichki ish masalasi emas. Uni hech qanday davlat uni ichki ish masalam deb bana qilolmaydi. Xalqaro nimsida ehtinomning o'ziniki nimsida uni bana qilolmaydi ekan. Har qanday nimsida. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Ikkinchidan Xitoy deyish ko'pinchalar deyish mumkin. Xitoy BDTninki 5 davlat a'zolarining birisi. Shuning uchun buni qabul qilmaydi. Ya'ni Xitoy buni to'sa oladi deyish mumkin. Undaqda Fransiya nemish New Kaledoniya va boshqalarnikini to'samidi? Fransiyami shu? Komitet dedi ya, sen mustamlikchi ekansan, seninki bu BDTning 5 a'zosi bo'lamsan, 10 a'zosi bo'lamsan, 5 a'zolardan burun bo'lamsan, buning bilan chatqimiz yo'q. Bizninki mandateimiz, ya'ni qiladigan vazifa doiramiz shu. Har qanday mustamlikchilik nimasiga qarab, mustamlikchilik bo'layotamdi, bo'lmayotamdi, shuni nim qilish. Anandiki uni BDTninki General Assembly'ga sunamiz. Ular anandikin qaror beradi. Shunday nima bor. Shuning uchun bizning masalamiz tunji qatim kuchlik huquq davosidan rasmiy siyosiy nimaga kirdi desak bo'ladi. Chunki buni BDTga barliq komitetlarga nimalarga ivatdik, hammasini CC qilib qo'ydik. Ko'di bular. Hatto bizga nima topshirib oldik deb javobim kelib bo'ldi. Sistemga chirib bo'ldi degan gap. Ya'ni tunji qatim bizning masalamiz xalqaroda BDTda
kishilik huquq masalasidan mustamlikchilik masalasiga kirdi. Ya'ni bu mustaqilligimizni asliga keltirishningki bir boshlang'ichi desak bo'ladi. Cho'ng qadam. Cho'ng qadam. Hozir bayam dedim-ku, hozir 70 necha yilni hozir qilgan davosining eng cho'ng ishi shu. Gerçi bizningki da'vogarlarimiz ko'ryapmiz. Xitoyninki bizningki bu davoni Sharq Turkistonning masalasining xalqarolilik qilishini oldin olish uchun ne qadar kuch sarf qilayotganligini va 7-nomerlik dokladninki ne qadar ijro qilayotganligini lam ko'rib turdik. Shu xalqaro diasporamizki nurg'un ziyoli chaqlarimiz bor, nurg'un voy biz mustaqil nima halqi axborot organlari to'q, aqchi ko'kchi deydiganlari bor. Nurg'un biz voy mustaqilchi to'q, anda ko'kchi deydigan da'vogarlar bor. Hech birisi buni tilga olmadi. Xuddi hech nima bo'lmayotgandek ko'z nim qilmaydiganda qasddan halqi bir yerdan hammasiga ayni vaqtda buyruq kelgandeklam sukut qilinish nimani tanladi bular. Shundan ham tushuna olamiz Xitoyninki diasporasimizda ne kadar yani bu sürgündeki teşkilatlarımız, davagarlarımız nimlinikini ne kadar ta'sir bor ekanligini, ne kadar kontrolluk bor ekanligini muşunandallam ko'ramiz. Bo'lmasa buningki hech qanday bir ziyni yo'q hech kimga. Xitoydan boshqa hech qanday bir nimaga ziyni yo'q. Ayni vaqtda o'tgan 2024 nimaga Aqsaroyga deyman, parlamentga nim sunduk bu? Çakırtı lep sunduk bu 60 neçe teşkilat. Şunun gımı neçesi karıştırdı o. Okşaş. Çünkü bir adam meseleninki Şarkı Türkistan meselesininkini halkaralanışıp kılışını tusaş. Çünkü halkaralanışıp kalsa biz müstakillikimizge bir kadam bolsumu ilgirligen bulumuz. Ve bu mesele xalqaralashgan deyillam, nimaga ramkasiga chiygan deyillam, Xitoyning kelqi kishilik huquq, aqchi ko'kchi bu mening ichki masalamti deydigan ba'nosi yo'qoladi. Uningga hech kim pisand qilmaydigan shaklga keldi. Va u ne demek? U demek Xitoy rahat irqiy qirg'inchilikni davom qildiravermaydi. O'ylagandek bizni tugitib nim qilmaydi. Chunki haqqimizni ayada xalqaralashtirib olsaqlam bizni ne kadar kırsımı atögün bir iş olsa bizimizin şu fırsatdan faydalanıp şu vakit gelgen çağda müstakillikimizi xalqaro qonun boyunca asliga keltira olamiz. Mustamlikdan qutula olamiz. Ammo uni hozir nim qilib olmasak keyin shu yo'qoladigan gap ketadi. Rahmat. Buni siyosat degan amaliyot fursat deganlik, fursat ketib qolsa asrlardan keyin qo'lga kelmay qoladi. Buningki cho'ng nuqta birisi bu kishilik huquq davosidan tunji ret biz bularmi UNga biz izchil mustaqillik davosi qilyapmiz-ku. UNga hamda qonun jihatdan tunji ret bizning o'zimizning mustaqillik irodamizni aks ettirganimiz va Xitoyni mustamlikchi deb atab uni arz qilganimiz va o'zimizning davlat nomini Xinjiang deb atashning o'zining xato ekanligini, buning bir haqorat ekanligini, amaliyotda bu Sharq Turkiston ekanligini qonuniy yo'l bilan aks ettirish. Endi buningda boshqalar balkim buni bir xabar deblam quliqidan anglab o'tkazayotgan bo'lish kerak. Ammo bu bizning hukumatimiz tayyorlagan, bo'lib siz alayda kuch chiqarib tayyorlagan 25 bet. Bu nayt kuch ketirgan ish, undan keyin qonunga uyg'un bo'lmasa, bu bir quruq narsaga aylanib qoldi. Endan uningdan foydalangan materiallarning ko'pligi, bu tayyorlangan materialninki nayt mukammalligi bu nayt cho'ng ish. Bizningki xabarlarimizda bu Sharq Turkiston xabar agentligi tarafidan chiqayotgan xabarlardan bu o'tirib qo'yildi. Mushning o'zi bek cho'ng ish. Chunki biz qonunda nim qilmay, xalqlar boshqa bizniki bu faoliyatni qilayotganlar, bu kishilik huquq faoliyat qilayotganlar davomli ishki parcha rasm bilan uni dedik, buni dedik. Bu yerda tutib oldi bizni, bu yerda tutib oldi degandek qo'rq gap bilan adam oldaydik-ki. Ammo xalqaro siyosat undan mangmaydi. Endi UNni Xitoylar kontrol qilib oldi, necha vaqtdan kontrol qilish kuch sarf qilyotdi, Xitoyning qo'l ostida qilyotdi degan bilan dal shunday vaqtda shu Xitoyning kontrolidan qutulish uchun UNning kuchidan foydalanish kerak. Chunki biz agar shunday xalqaro organdan foydalanmasak, u UNda qilgan nimalarimizning hammasi kishilik huquq bo'yicha mengaversa, xalq bizni shu Xitoyning ichidagi ishga deb tunuydi va shu bo'yicha tamg'urdi. Undan keyin bizning ishlarimiz amalga oshmay qoldi. Endi bu qatim bu ishda biz
Halkımızda nimeni kütümüz? Kanda avaz koşmakını, kanda kolmak gerek zörür oldu bizge. Aldı bilen dünyanın her kaysi joylaridagi meyli teşkilatlar bolsun, faoliyatchilar bolsun, yoki hatta halkımız bolsun, hech kim deganda sosyal medyadan foydalanib buni dunyoga anglatish kerak. Ya'ni bu arzini qo'llaydiganligimizni va bizningki hech bir vaqt Xitoyning bir parchasi emas ekanligimizni, biz Xitoyning ishg'oliyati va mustamlikasi ostida ishg'ol qilinayotgan bir davlat ekanligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak va shu BDT'dagi davlatlarga a'zo davlatlar, ko'pincha davlatlar a'zo ya, bizning o'zimizning turayotgan davlatlar shunga a'zo. Shularga shuni qo'llashni, garchi ular BDT'ninki komitetdagi 29 davlatning birisi bo'lmasa-mu, buni qo'llay oladi. Chaqiriq buni qo'llashga chaqiriq qilish kerak va shu a'zo davlatlarga ko'pinchisi shu mustamlikadan qutulgan, yangidan mustaqilligini shularga nima qilish kerak? Shularga chaqiriq, shularga besim qilib, shuni bizning masalamizni kun tartibga akilishga, BDT'ning rasmiy kun tartibga akilishga va bizni shu BDT'ning shu mustamlikadan qutulish qonuni bo'yicha bizni Sharq Turkistonni o'zini idora qilmagan yoki o'zini idora qilmayotgan bir territoriya, zamin ekanligini qatoriga, shu zaminlarning qatoriga qo'yishini. Nima uchun buni talab qilamiz? Chunki oldi bilan u demak, ya'ni bu zamin ya ishg'oliyat ostida yoki mustamlika ostida. Shunday qiladi. Garchi Xitoy bizni avtonom rayon Aqchko'kchi deb qalpoqni kiydirgan bilan amaliyotda bizningki, ya'ni Sharq Turkiston xalqininki o'zini o'zi hukmron qilmayotdi. Hamma narsani shu Xitoy qilyotdi. Qo'chaq nima g'alchilari bor, qo'chaq amaldorlari bor, qolgan hamma narsani shu Xitoy nima qilyotdi. O'zi kontrol qilyotdi, o'zi mustamlik qilyotdi, o'zi hukmronlik qilyotdi. Bizningki o'zimizningki taqdirimizni belgilash haqqimizni hech qandaq u haqqimizni ijro qilishga hech qandaq bir fursat berilmayotdi. Xitoyninki Sharq Turkistonni ishg'ol qilib mustamlik qilish jarayonida 76-yilning yozi rasmiy shu Xitoy va Urusning, Sovetning o'zining raqamlariga qarasak, Xitoy nüfusi, Xitoy ishg'olchilari, tajovuzchilari 5% mi egallamagan 1949-yilda. To'g'ri. Sharq Turkistonning yarliq xalqi, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlar 92%dan ortiqdi. Qisqartmani to'plab 90%dan yuqori dedik. Ortiqdi. Bugun qarasak, ya'ni Xitoyning o'zining rasmiy 2020-dagi nimasini nüfus sanash statistika qarasak, Xitoy nima dedi? Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlar 55%. Shundan azroq yuqori, 56% emas, 55%, 56%ga yaqinlab qoladi. Shunchalik nüfus egillaydi. Xitoy mustamlikchilari 5%dan tuvandan 42%ga yuqorilab ketdi. Bu davom qilsa, bizningki ato'gin u kishilik huquq, Aqchko'kchi hech nimamiz qolmaydi. Shuning uchun bizning birdan-bir qutulish yo'limiz shu mustamlikadan qutulish va mustaqillik masalasiga keltirish. Masalan, Algeriya, Xitoy masalan bizni Xitoyning ayrilmas bir partiyasi deb 1959-yildan tortib tunji qatim shu o'yinni Sharq Turkiston Xitoyning ayrilmas bir partiyasi degan yolg'on tashviqotni, subsidni 59-yilda 40-chi qatim degan vaqtda shu 59-yilda degan. Undan burununda degan nimasi yo'q. 10 yil ishg'ol qilib, 10 yildan keyin qaytadan tarixni burmalash uchun, xalqaroni aldash uchun nimani chiqyotadi-ku, tashviqot, yolg'on tashviqotni. Masalan, Fransiyami Aljeriyani hammanglar bilasizlar. Aljeriya 132 yil
Fransiyanınki işgalit astyda turgan bir döwlet. Fransiyanın mustamlik astyda. 32 yılınki 114 yılını Fransiya işgal qılıp bolgandan keyin bir 10 yıldan keyin Fransiyamı xuddi Xitay bugün qanday qılıp atkan bolsa, yani 59 yılda bu bizning ayrılmaz bir parçamız dep u yanına oýandy-go. Fransiyamı Aljeriyany opmoqşaş qilgan. Yani bu Aljeriya Fransiyanınki bir ülkesi, bu mustamlik emas, başka nime emas, Fransiyanın bir parçası, ayrılmaz bir parçası da 114 yıl aşında devam kıldı. Onun gama halkaranın karı bolmady. Gerçi Fransiya Aljeriya uruş kıldı. Mesela New Caledonia'ya qarsak mı? New Caledonia bu bir nime bir küçük döwlet, yani bir territoriya Fransiyanınki işgaliyet astyda, mustamlik astyda. Ular şu mustamlik kılıp nüfus köçüreş ahvallar boldy, ama gerçi biznikidek o kadar yuqary bolmady. Ama Fransiya BDT'de onu şu nime üzüne baş koymaydigan, baş koymavatkan territorialistga ve mustamlikini ahırlaştırıp mustaqillikini asıl keltiriş listiga koyaşka o kadar küçüde, koymaslıkka, tusaşka. Ama BDT onun karıştırdı. Ya bizning ahdnamamiz boyunca mavu, senin kılıvatkanın mustamlikçilik. Bu işgaliyet. Bununki özünün takdirini öz belgileş hakkı var ve kişilik hukukunu garanti kılışının birden bir yolu, yani şu müstakillikni tizden asli keltiriş. Şu BDT'nin kanunda başında yazıqlı. Bu halklarınki kişilik hukukunu garanti kılışının birden bir yolu mu şu? Bizninki mi şu? Mesela Western Sahara'da bir nime var. Marokko'nunki bizninki ziminimiz diýagan, ama ulamy şu mustaqilligimizni asla keltirmiş. Ulamy şu nimeninki nimiste ve ula şu bir vaslam tutaşıqlyk nimege. Çygyry bar. Mesela başkalar diýişi mümkin, bu pakatlyky nime okyanusynyň a tarapydaky ýaky nime çygyrdaşmagan ziminlarga şunda belgi berildi diýişi mümkin, ama onunki yalganlygyny şu nime Western Sahara'da allam kiralaymiz. Çünkü o kadar nime. Hatta Western Sahara'nınki nimisimi halkara kanundapdy. Gerçi ular burunky nime bununki kabileleri, nimeleri Marokko'nunki padişahlygyga biat kıygan bolsumu, eger bu biat kıygan taqdyrdymy, bununki öz taqdyryny öz belgileş hakkını nim kılanmaydı o, tusanmaydı o Marokko. Halkara kanun boyunca hiç kandan az tusanmaydı o. Mesela 100 yıl burun bayat kıygan bolsunuz mu sizinki atı boğularınız? Siz bugün kopap men bunun nim kılmaytım diyiş hakkınız var. Öz taqdyryny öz belgileş hakkınız var. Dep halkara adalet sotu, yani nime halkara adalet sotu hüküm çıkardı bununla. Bizninki şu Xitay diýişi mümkin, Seyfedindek münapıkla başkala kubul kıyganty, akçı kökçü kıyganty diýişi mümkin. Ama 12 nimisi gibi halkara nimisi de hiç nimgi çıkmaydı. Çünkü halk buluş süpütümüz bilen. Şarkı Türkistan halkınınki köp sallık avazı bilen biz Xitayninki hükümranlygyny kubul kıldyk. Ýa-ki Xitayninki nimisini kubul kıldyk diýen hiç kandak bir nimi yok. Ya bir kilişim yok, ýa-ki üzümüzninki awazyny çykyp nime bilet taşlap nim kılıp onda bir näse yok. Şunçy Xitayninki Şarkı Türkistan'daki bu menin parçam diýişi, bu menin ziminim diýişi, bu menin içki meslem diýişi emmisi halkara kanuny boyunca siyasi jihatdan asassız. Şunun için bizninki halkymyzyň birden bir kıldygan işi biri bunu anlatyş. İkinciden aldığımızdaki 5-nji aýynyň 23-nji şembe güni dünýäniň her gaýsy jaýlarında üzümizninki guruşluk meýli Aksaray'daki binasyny aldydy bolsun, Taşky işler ministrliginiň aldydy bolsun, şembe güni bolsunmu? Gerçi eger bu imkan bolmasa, adam jyk toplaşydygan ýerde biri bu irqi kırgınçılıkka narazılykymyzyny bildiriş, bunu lanetleydiganlykymyzyny, Xitayninki işgaliyet, irqi kırgınçılık
qarshi turganligimizni. Chunki 12 yillikni 12 yil o'tib 13 yilga chirdi. Hı. Va bu irqiy qirg'inchilik davom qildiryotganligini va bizning birdan bir qutulish yo'limiz bizning kishilik huquqimizni hal qiladigan nima garantiya qiladigan bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni garantiya qiladigan bizning mavjudligimizni saqlaydigan garantiya qiladigan birdan bir yo'l shu bizningki mustaqilligimizni asliga keltirish xitoyning ishg'oliyati va mustamlikini to'xtatish ekanligini bildirish bizningki majburiyatimiz shu sherdagi qirilayotgan xalqimizga va haqiqatdan biz da'vo qilyapmiz deydigan bo'lsak bu kunda hamma yerda o'xshash kunda hamma yerda o'rtirib chiqishimiz kerak. Rahmat. Bu yerda nayt inchki bir nuqtani dedingiz. Burun hatto 100 yil burun boshqalarniki podshohlikqa bayat qilgan bo'lsa-mu, hozirgi vaziyatda yanada o'zining mustaqilligini talab qilish huquqi bor. Xalqning irodasi eng muhim deb. Undan keyin kishilik huquq faqat shu xalq mustaqil bo'lgan chog'da kafolatga ega bo'ldi. Buni UN qo'llaydi deb. UN amaliyotda dunyodagi barliq millat davlatlarninki irodasining yig'indisi bo'lishi kerak. Asli qoida bo'yicha bo'lganda. Va biz shunda bo'ladi deb o'ylab turib UNda ish qilishimiz kerak. Undan keyin siz 5-oyning 23-kuni bu kun bizni irqiy qirg'inchilik boshlangan kuni deb bekitilgan kun. Endi bu kunda biz o'zimizning irodasini aks ettirishimiz kerak. Cho'qim Xitoyninki mustamlikasiga qarshi o'zimizning irodasini aks ettirib namoyish qilishimiz kerak dedingiz. Bu bekni to'g'ri. O'zimizning irodasini aks ettirmasak, namoyon qilmasak boshqalar bilmaydi. Endi biz xalqning irodasiga vakolatlik qilayotgan organ biz. Xalqning irodasi mustaqillik deb bilamiz biz. Undaq ekan bizning tutayotgan yo'limizmi dal shu mustaqillik. Biz boshqa yo'lda bormaymiz. Mustaqillikni o'zimizninki qiblanamiz qilamiz. Endi bu yerdagi bu sizningki bu NTD'ga berganlik suhbatingizda inglizcha bir narsani biz Uyg'urchaga to'g'rida bizniki vatandoshlar tarjima qilibdi. Sinaqdan tarjima qilgandan keyin bu yerda o'zini o'zi idora qila olmaydigan territoriya deb inglizchani xato tarjima qilib qo'yibdi. U sinaqda tarjima qilgandan keyin uni bir tahrirlab o'tish kerak. O'zini qila olmaydigan emas, qilish huquqidan mahrum bo'lgan. Bu yerda qilolmaydigan desa, bu yana senga bersakmi qilolmaysan degan ma'no chiqadi. Bu bek muhim gap. Sinaq deb qilingan har qanday tarjimani bir qatim tahrirdan o'tkazib o'tish va yoki izohat berish bizningki qarindoshlarga sunilgan bir tavsiyamiz. Chunki o gap unda chiqib qolsa Xitoyninki ketmini chapqan bo'lib qolamiz. Qilolmaydigan emas, qilolmagan yoki qilish huquqidan mahrum qolgan xalq. Biz shundoq. Qilolmagan emas, qilgan bizning ajdodlarimiz. Qilib biz esib turgan ko'k bayroqni bizga qoldirgan bizning ajdodlarimiz. Shunga qila olgan bo'ladi bu. Qilolmagan bo'lmaydi. Lekin shu huquqdan mahrum qilingan. Chunki bu yerda bir mustamlikchi kuch bor. U bek aniq bo'lishi kerak. Hamda bu qitimliq harakat eng kam bo'lgandimi Xitoyning mustamlik qilguvchi ekanligini o'tirg'a olib chiqdi. Sizningcha buning xalqaro o'zining yasalma obrazini tiklagan hamda UNda alohida imtiyozga erishgan Xitoyga ta'sir qila oladimi sizcha? Albatta, bu bir boshlanish. Garchi buningki ne kadar ta'sir qilayotganligini shu atalmış da'vogarlar, ziyolilar, aqchi-ko'kchilninki hammasininki bir buyruq bilan sukut qilishayotganligidan ko'ra olamiz. Bo'lmasa nima birsiniki bijnimisi bo'lsa-mu uni chiqirdi, xabar qilib chiqirdi. Maash kelgan chog'da hammasininki hayron qarg'iliq jihatdan qasddan ko'maslik selagandek oldin ala shu buyruq berilib mani hech kimga uqtirmaysan degandeklam bir nima bo'lyapti. Ananiki Xitoylarniki o'ziniki hujum qilishi, masalan, sosyal medyada tipirlab ketishi Xitoyninki 5 sentlik armiyasiniki shundan ko'ramiz. Ammo bu o'ng'ay emas. Buni bilamiz. Buningga biz BDT'dagi a'zo davlatlarning har birisiga Xitoydan sirt har birisiga nimani yo'lladik. Buni qo'llashni bizningki arzimizni ham to'liqni yo'lladik, ham bizni qo'llashni nim qildik.
Chunki agar bu biznikiga ko'z yumib qo'ysa, shu BDTning o'zininki bu mustamlikani oyoqlashtirish nimasi asossiz bo'ladi. Ya'ni o'zining prinsiplariga, o'zining qonunlariga hurmat qilmagan bo'ladi, hamma narsa yolg'on bo'lib ketadi. Yolg'on bo'lib qolgan bo'ladi. Bizninkida hech qanday bir qusur yo'q. Qusur topolmaydi. Xitoy qusur topolmagan biz nimadan so'doq, masalan, ba'zi shu xalqaro nimaga qaraydigan advokatlardan maslahat oldim men. Bizniki manfaatimizga jon ketmaydigan, ham xalqaroniki shu o'lchamlar bo'yicha, shu nima bo'yicha bulimi bizni rad qilolmaydigan yerda yozib chiqdik. Bu arzni. Agar bizni buni rad qilsa, shu o'zininki bu nimani rad qilgan bo'ladi? Bu ramkani, BDTning o'zininki charterni, asos qonuni desak bo'ladi. Asos qonunni rad qilgan bo'ladi. Bir muncha boshqa ayrim qonunlarni rad qilgan bo'ladi va bu komitetninki o'zini rad qilgan bo'ladi. Bu mustamlikani oyoqlashtirish nimasini. Aldı bilan shu buni sunish kerak. Keyin biz davomliq buni aqsdan menib turishimiz kerak. Shu davlatlarga, a'zo davlatlar bilan aloqa qilishimiz kerak. Buni qo'llashga, buni kun tartibga akilishga nima qilishimiz kerak. Ayrim shu nima mush masalalar qaraydigan special nimalari bor, eksportlari bor, nimalari bor, ular bilan aloqa qilishib turishimiz kerak. Buni asta-asta davomlashyapmiz. Bu boshlang'ich, ammo bir obdan boshlang'ich, chunki buni rad qilinmaydi. Bizni sistemga chirib oldi. Sistemga chirib oldi. Xitoyninki bu mustamlikchi tamg'isi biz, ya'ni Sharq Turkiston xalqi bo'lish sifati bilan Xitoyninki mustamlikchiligini qabul qilmaydiganligimizni rasmiy jihatdan, qonuniy jihatdan, rasmiy arz jihatdan berib bo'ldik. Tunji qatim bu mush nimaga berilishi. Buni izchil bilishimiz kerak. Bayam deganimdek, xalqimizmi buni shu o'zininki turayotgan davlatlar, agar shu haqiqatan biz Sharq Turkiston uchun xizmat qilamiz, Sharq Turkistonning mustaqilligini nasl keltirish uchun harakat qilyapmiz deydigan tashkilotlar bo'lsa, nurg'un davlatlar bilan bizdan yaxshiroq imkon nimalar bor ya, masalan Turkiyadagi nurg'un tashkilotlar bor, Turk hukumati bilan o qadar yaqin. Turk hukumati o qadar biz mustamlikchilik qarshi aqchi-ko'kchi deb turdi ya. Unda so'rash bo'lsa, hech kim deganda bizning maslimizda ma'ni o'zing biznes deyapsanmi? Diyalaydigan boshqa shunaqa a'zo davlatlarga unda pichilab qo'y, besim qilib qo'y, ma'ni nima qil deb bu talablarni qilishimiz kerak. Har qanday davlatlarga, Yevropaga o'xshash, nimalarga o'xshash buni nima qilish kerak? O'tirib qo'yish kerak. Ham bumu shu Xitoyga qarshi turmi deydigan har qanday davlat uchunmi, mayli Yaponiya bo'lsin, mayli Yevropa bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin, mayli boshqasi bo'lsin, bumu ular uchun bir o'q asli. To'g'ri. Ba'zilar buni tunib oldi o'q ekanligini. Bu ular uchun cho'ng o'q ishlatadigan qurol desak bo'ladi. Xitoyga atadigan cho'ng bir bomba desak bo'ladi, bir jahchi. Uni tushuntirish kerak. Uni tushunayotganlar tushunib asta-asta boshqalarga buni tushuntirishimiz kerak. Mushu xalqimizga. Bu deganingiz to'g'ri. Bu Xitoyga buningki siz degandek har qanday nuqtadan ta'sir bo'ladi. Chunki agar biz qonunni bilsak, shundan foydalanishni bilamiz. Bilmasak, biz qarab o'tiramiz. Siz o'zingiz debsiz, shu inglizcha intervyuda biz buni kechikib bilib qoldik deb. Haqiqatan biz o'rganish davrida, lekin to'g'ri ish qilyapmiz. O'rganyapmiz, qilyapmiz. Chunki bizning irodamiz mustahkam. Biz hech qachon bu mustaqillik degan bu nuqtadan voz kechmadik. Biz hargizim buni ma'lum sabab, ma'lum bana yoki jon beqish ko'yida mustaqillik deyish emas, aksincha bu bir aqida. Aqida uchun kurash qilgan ekanmiz. Biz yengilishni qabul qilmaymiz. Boshqalardek aldirab yengilib ketib, "Ya bu Xitoylar kuchli emasmi? Biz tugidik." deblar hammani shu Xitoyning depiga usul o'ynab o'tkazib bersak, shu ishchinimizni beqilib ketib qolsak,
Bu olamdimi, u olamdimi qora yuz ketib qolamiz. Endi oxirida biz endi Xitoyninki suiqasdlarini tushunishimiz kerak bo'ladi. Xitoy qanday ustunlik bilan bizning insonlarimizning o'z og'zi bilan, o'z taraqqisi bilan o'zining mustaqilligiga qarshilik qildirayotganligini, shuning bilan birlikda g'arblik yozarmanlarning, g'arbning mediasidan foydalanib bizning mustaqillik davorimizni Xitoyning ichki ishiga aylantirayotganligini, hukumatimizni va mustaqillik irodamizni ojiz ko'rsatishga urinayotganligini bir necha misollarni so'zlab bera olamiz. Amaliyotda siz buni Albatta. lekin bu Bayan yerda bir eng birinchi kitob va insonlar bor shu boshqalar diqqat qilmaydi. Ustalik bilan Xitoylar samanning ostidan suv chiqarib shuni bir misol bilan deb bersangiz rahmat. albatta. Eng birinchisi bayan deganimdek, eng yaqinqi misol, ya'ni eng cho'ng sistemlik misolni bersak, Xitoyniki 1996-yildagi 7-nomerlik maxfiy doklati. Shu maxfiy dokladninki 8-nimisida buyruqida shuni aniqlaydi. Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq bu davlatlar shu Sharq Turkistoncha, ya'ni atalmış bölgünçü deydi Xitoy. Sharq Turkistonchilarniki vatan sirtidagi basi. Xitoy o'zininki siyosiy va iqtisodiy ustunlikni ishlatib, bu davlatlarni Xitoyning tarafiga, bu mustaqillik harakatini bostirish uchun qo'lga keltirish kerak va ularga davomli besim qilib turish kerak. Buni ko'ryapmiz, ijro qilinyapti. Shu 96-yildan tortib hozirgacha davosimizningki mustaqillik davosi, kishilik huquq davosiga, Xitoyning ostida oliy avtonomiya davosiga tushib qolganligi buningki isboti. Va bu davlatlarningki Xitoy bilan ne qadar yaqin ekanligi, iqtisodiy jihatdan, diplomatiya jihatdan, hatto istixborot jihatdan ne qadar yaqin ekanligini hammamizga ma'lum. Shuning uchun u yerdagi masalan Qozog'iston, Qirg'izistonda Sharq Turkiston tashkilotining hech qanday birisi yo'q. Men chiqib Sharq Turkiston deyishmi, ular uchun xavfli. Nurg'unlarni o'tadi o'z vaqtida 98-99 2000-yillargacha. O'ttirib sulab qaytarib. Turkiyada o'xshashning jarayoni epirildi. Turkiya ba'zi pat o'zining manfaatini nim qilib yoki xalqimizni aldash usulda pat so'zlab qo'ydi. Voy Sharq Turkiston bizning qarindishimiz andamanda deb qo'ydi. Biri o'zining xalqini aldash uchun, chunki dunyodagi barliq musulmonlarni himoya qilmaydi-ku Turkiya hukumatı. Shuning uchun bizni nim qilib qolsa, xalqi sen munofiq ekansan-ku deb qo'pib chiqdi-ku. Shuni baplash uchun anda qilib qo'ydi. Xalqimizni aldash uchun nim qildi. Masalan, bizningki o'zimniki 8-9 yilning jarayonidagi Turkiya hukumatiningki va Turkiya tashkilotlarining, hukumatga yaqin tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatlarim deb qolsam, doim shu adam aldaymi deydi. Doim shu ishimizga chirib olib, ishimizni buzimiz deydi. Yalg'onlik nurg'un chiroyli tatbiq voy qarindishim, anda qarindishim deydi. Onandiki men to'xtat desa, Amerikaning josusi ekansan, Pentagonning josusi ekansan deb anda vaqiraydi. Nima uchun xoinlik qilsin bizga yordam beramisanlar, men xoinlikni to'xtatinglar desimi, anda javob bilan nima qiladi? Sen Turk dushmani ekansan. Asl Turk dushmani sen. Sen Turk dushmani dedim men ularga. Turk dushmani sen o'zingning qinin qarab baq, qanchalik Turk qini bor senda. O'zingning qinin qarab baq, qanchalik Turk qini bor senda. Aya Turk en az degende 6000 yılının yazdı, 6000 yılının yazdı, Türklerin yaşayotgan ana yurtuma var. Sen şunu kurban kılıp barsa, özünün kişisel menfaatlerin için. Ve bir taraftan kurban kılıp, yan bir taraftan vay qarindishim, vay aqchiyitim, vay ko'kchiyitim deyse, münafıqlık kılıvatsa, onun qarshi tursam, men qandaq Türk düşmanı bo'laman, Türk düşmanlikni o'zing qilyapsa. Deb bunga necha qatim nim qildik. Va biz hukumat bo'lish, mayli Amerika bo'lsin, mayli boshqasi bo'lsin, Turkiya bo'lsin, har qandaq Sharq Turkiston xalqininki manfaatiga ziyon hareket so'z qilayotgan har qandaq tashakkülga, davlatga davomli
reddiye berip kelyapmiz. Hech narsa qilmasakmı, eng az degende biz bununki bu xiyonatinglarga, bu nimalarga qarshi turamiz. Sharq Turkiston xalqi buni qabul qilmaydi, to'g'ri yo'l qaytinglar deb buni qila olyapmiz. Qolganlarchi jimjit sukutda shu ko'ryapmiz bu uyalini. Onundan sırat masalan davaniki parçalanışını ko'rdik. 2014'deki mustaqillik davatkan dava ikki parçalandı. Birisi avtonomiya, duqnan astida avtonomiya, Xitoyning astida kishilik huquqni aklimiz deydigan. Yan birisi şu surgun hükümet mustaqilligimizdan vaz kechmaymiz. Mush yo'lni davom qilamiz degan. Buni ko'rdik. Onundan sırat mala kuchlanayotdi. Ko'ryapmiz. Masalan buni nurg'un davlatlar qo'llayapti. Ko'rinishda Turkiya nima qilyapti? Garchi Turkiya o'zi biznes bizga pul chiqarib biznes qilmaydi, o'zi u qadar nima qilyapti. Shu Xitoyniki shu davoni kontrol qilish uchun ishlatayotgan nimalar. Ko'ryapmiz buni. Bo'lmasa agar haqiqatan da'vo qilmaydigan bo'lsa, buniki o kadar nurg'un jalilar, Turkniki o kadar nochi davlat aqli bilan yo'l ko'rsatadiganlar bor. Agar Turkiya bizga yordam qilish niyati bo'lgan bo'lsa, qilchi. Mana ishni 60 yil burun qilib qildigan ishdi. Ayni vaqtda. Hech kim deganda 30 yil burun qildigan ishdi. Ammo nima qilmaydi? Tusaydi shu. Tusaymi deydi, kontrol qilmaydi. Bizning tashkilotlarimizning ko'pinchilari ya Xitoyning kontrol ostida, ya Turkiya va Xitoyning ta'sir ostida yoki boshqa Xitoyningki hamkorlashayotgan davlatlarningki ta'sir ostida. Shuning uchun haqiqiy da'voni mang'izmaydi. Eg'izda bizga deb qo'ydi, xalqimizni aldash uchun, voy bizmi mustaqillik deymiz, bizmi ani deymiz, mani deymiz deb. Ammo xalqaroda unda bir narsani ko'rmaysizlar. Xalqaroga talab qilganida yana xalqaro xatolik bilan muxbirlar buni ma'lum mustaqillik talab qildi ekan deb yozib qo'ysa, u inkas yozib, "Yo biz undan mustaqillik talab qilganimiz yo'q" deb Twitterlarda nimalarda darhol inkas beradi. Biz unda deganimiz yo'q. Siz xato tushunyapsiz. Duq unda demaydi, palanchi unda demaydi. Yaqinning yozi yana bir suiqasd, masalan, bo'lib mana 2 yilning 2021'deki mustaqillik hareketi qaytadan kuchlendi ya. Asas ekim bo'ldi. Xalqimiz hammamiz munofiqlimi o'zini baplash uchun voy biz mustaqil deymiz deb qo'ydi-ku. Deb qo'yapti-da. Pat alqa o'zini aqlash uchun. Ondan keyin mustaqillik da'vosiningki yetakchisi, ya'ni nimasi? Yo'l boshlamchisi surgun hukumat bo'lib qoldi xalqaroda. Buni nadiz desanglar shu surgun hukumat chiqdi. Shuning uchun Xitoy buningdan surgun hukumatning asosini bo'lib qolmaslik uchun Xitoy o'zininki Xitoylarga yoki turk atalmış ziyolilarga, shu ziyolilarga maqol yozdirib, bu diaspora tashkilotlar bu az sonli qism, surgun hukumat bir az sonli qism diaspora. Gerçi bular duqdan keyin eng cho'ng tashakkul bo'lsa-mu, diasporada buniki mustaqillik tutumi az sonlik deb anda ta'tir tashviqotlarni qildiryapti Xitoy. Ammo onunla biz Xitoyning o'ziniki rasmiy dokladlarimi va o'ziniki degan gaplarimi onunki yolg'on ekanligini chiqardi. Masalan, Xitoyniki 2005-yildan tortib hozirgacha 2025-yilgacha chiqargan mudofaa ministrliginiki yillik nimasi bo'ldi? Har yilda yoki har 3 yilda bir mudofaa aqtashlik kitobini chiqardi. Har birisida shu asas 4 nishonlarningki birisi, eng 4 nishonlarning birisi Sharq Turkistonning mustaqilligini tusash, Sharq Turkistonning mustaqilligini oldin olish, Sharq Turkistonning qurilib qilishini oldin olish deb deylik. Agar biz azsallik bo'lsa, nima uchun birinchi nimalarga selib oladi Xitoy? Buni bilishimiz kerak. Xitoyningki Zhao Keji deb nimasi bor? Burungi sobiq nima avom bexatarlik ministri. Uningki maxfiy doklad bergan nima nutqida nima deylik? Yolg'iz
Janubi Sharqi Turkistonda Hmm. mustaqillik tarafdori bo'lib qolgan insonlar, mustaqillik tarafdori va dindorlardan oz deganda 4 millioni bor. Hmm. Buningki xato ideyasini tuzitish kerak deb uni nima qiladi. Agar biz alsalliq bo'lsa, bu yerda 4 million yolg'iz Janubi Sharqi Turkistondan qandaq 4 million odam chiqadi. Agar biz alsalliq bo'lsa, bu iqlim alsalliq bo'lsa, 2018dagi Aqsarayga sunulgan ikki petition bor esimingizda yana. İkisi bati. Birisi barliq shu biz da'vogar 30 yilning yoz 40 yilning yoz da'vo qilyapmiz degan tashkilotlarningki hammasi birlashib nima qilgan ulug' Xinjiang petitioni. Uningga bir oy ichida 12500 imzoni. 12750. Xato degan kam deb qo'yding deb qolmasin 12750 imzo nima qilindi bir oy ichida. Tunigin chiqqan bu bizni bölgünçi dedi ya bu vaqtda. Xitoyning ayni tili bilan tunigin chiqqan bu atalmış bölgünçiler so'ymila. Bizni so'ym dedik-ku. So'ymilning nimasi? Xalqning irodasi qanday bo'ldi? 1900 bir oy ichida 109 ming ortiq imzo Sharqi Turkistonningki uchun imzo qilindi. Ya'ni bizning besilib olgan davlat ekanligimizni, mustaqilligimizni namoyon qilgan. Shundan ham ko'rasizlar. Kimningki haqiqatan asonlik ekanligi shu. Munofiqlar, avtonomiyachilar, Xitoyning ostida kishilik huquq deydiganlar amaliy asonlik shular. Xalqningki nimasidan nima qilsak. Ammo ko'rinishda, masalan, tashkilotlar jihatdan, nima jihatdan, masalan, Xitoyning 7-umr doklad nima deylik? Ko'pinchisini bizning tarafimizga, ya'ni Xitoyning tarafiga qoyil qilib, ular bilan nima qilib, bizning tarafimizga kelishimiz kerak va mustaqilchilarni yetim qoldirish kerak. Ajatdan ko'p sonliqli bular. Xitoyning ko'pinchisini setib olganligi rost. Ko'pinchisi nima qoyil qilib olgan rost. Uni ko'ryapmiz. Shu nimasidan ham ko'ryapmiz. Bo'lmasa, buningga Xitoydan boshqasi ziyon akildigan ish emas bu. To'g'ri. Anında ama mesele xalqaralashib qolmaslik uchun ham, tusash uchun ham, xalqimizni qo'ldo'ltish uchun ham qilinayotgan ish bu. Malniki sukut qilib, nima qilib, eg'izni pat-pat Uyg'urcha manda deb qo'ydi, ammo xalqaro jihatda manda cho'ng besh narsa chiqsa, uning hammasi o'xshash nima bilan qarshilik turdi. Shundan ham ko'ra olamiz buniki hozirgi ijro qilinayotganligini. Agar biz yo'q, unda emasdik desa, nochi bo'lsangiz chiqarib qo'yinglar aynan. Gerçi biz yaptı eşit oldu. Hem de üzerine aklaş için çıkırsınlar, çıkarsanlar. Ama aklaş için mi çıkamayızlar? Çünkü başlıkınla malum şu Xitay 7. numara doklad degende başlıkınla enek. Bununki. Ama semez. Köpüncüsününki. Kağallar şu korkutuludu. Tehdit astıda. Halkımızın köpüncüsü tehdit astıda. Mesela nurgulluğu telefon keliyotudu. Etrafımdaki nurgul adamlığından anlayatmam. Tuqqanlardan telefon keldirib uni nima qildirib o'tibdi, besim qilib o'tibdi. Boshqalardan mush atrofidagi munofiq qildimmi telefon kelib besim bilan o'tibdi. Tehdit qilganlar bor. Agarchi meni ayni vaqtda tehdit qilib boshda aldash qitirishib baqdi. U maqandan keyin nishkeshdan tortib, aroqkeshdan tortib hamma narsaga chiqarib baqdi. Hatto u anim qilmagandan keyin Turkiyadan akkan Xitoyning jasusidan birine kelib bizni FBI'ga chiqib terrorchi qalpiqini kiydirib qitirishib baqdi bu munofiqlar. Ammo hammasi mag'lub bo'ldi. Va bular mag'lub bo'ldi. Hozir eng achinishli yeri sizlar o'zingizlarni buni nima biz buni xalqimizni nimamizni nima qila olamiz oldiy olasizlar. Ammo xalqaro kuzatayotgan xalqaroni oldiy olmaysizlar. Ular kimninki qanday ekanligini Alloh bilim bilib bo'ldi. Texib o'zingizlarniki shu 7 numardagi shu ko'p sonliq ekanligini ijroninki amaliyotini yana qaytadan bir qatim paketlab qo'ydinglar. Shunchalik. Siz nayt tafsiliy deb berdingiz. Endi bizniki ishlaydigan bir yerimiz bor. Bu mustaqillik irodasi amaliyotda bizning xalqninki umumyuzlik, asosan butun xalqning irodasi. Ba'zilar qo'rqqan sababdan, ba'zilar boshqa sababdan, o'zining manfaat sababdan balkim o'tirg'i chiqolmayotgandir. Ammo ko'ngildagi gapni desak,
biz şunga işenimizki, bizning xalqning, Sharqiy Turkiston fuqarolarininki irodasi mustaqillik. Buningga mutlaq ishonganimiz uchun, garchi yetim qoldirilsaqmi, garchi tahdidga uchrarsaqmi, garchi manfaatlarimiz ziyanga uchrayotgan bo'lsinmi, hatto o'lim tahdid uchrayotgan bo'lsaqmi, biz lekin bu yo'ldan yanmaymiz. Chunki yanmasligimizga sabab bizning vakillik qilayotganimiz, bizning da'vatqanimiz xalq. Bizningki Sharqiy Turkistonning fuqarolari. Hamda Xitoylar har xil usul bilan bizningki bu davarimizni chalg'aydi, xunuklaştırdı. Hatto biz uchun gap qilgandek qilib, bizningki irqiy qirg'inchilikni Xitoyning ichki ishiga aylantiradigan shakldagi reportlarni ba'zi medialarni chiqardi. Endi buningki tipik misolning birisi Falun Gong'ninki ichki a'zolarining so'kalgini, xorlanganini bizning bilan selishtirdi. Falun Gong'dan oldi bu a'zoni, Uyg'urdan oldi deb. Bunday qilish orqali garchi bir amaliyotni da'vo qilgan bilan bu ikkisining o'rtasidagi halqiliq farqni, mohiyatlik farqni ular demaydi. Chunki ular Uyg'ur bo'lmagandan keyin, Xitoyning o'yinini o'ynayotgan bo'lgandan keyin bu yerda bir halqiliq farq bor. Bizni ayrim tutib, irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Ular agar Falun Gong qilgan bo'lsa, albatta to'g'ri qilgan emas, lekin u o'zining ichilik odamni besiqtirishda qo'llangan usullari. Bu yerda bir mohiyatlik farq bor. Bu mohiyatlik farqni biz ajratishimiz kerak. Agar xuddi siz degandek butun dunyodagi har qanday tashkilot bo'lsin, kim bo'lsin, mayli Xitoy bo'lsin, agar bizning mustaqillik yo'limizni tunisa, to'g'ri topsa, qo'llasa, bizga do'st. Agar unda bo'lmasa, uni qabul qilmasa, har qanday bizga do'st emas. Chunki bu bizning haqqimiz, Alloh bizga bergan haq. Bu yo'lda ching turamiz. Bugun sizning bu programmaga ajratgan vaqtingiz ko'pdan ko'p rahmat. Shuning bilan bu qadimliq programmamiz musha oxirlashdi. Xayr, Allohga omonat. Rahmat.